hammaga dardini aytib yig'lab odamlar rahmini keltiradigan Saturn urushib yuribdi-yu. Shu bolani gapirgim kelmadi boru. Akasi bilan intervyusini ko'rdim. Qimor reklama qilma, bu haromi bu. Sen nima qilay endi, kambag'alman-u deydi. Tiqtirib bor undan ko'ra kambag'al bo'lsang. Kapelnitsa immuniteting oshib ketadi, yaxshi bo'lib ketadi. Yoningda yurgan qorachadan kelgan Tayson ham aytibdi, harom deyapti. Agar bizani gapimizni olmasang, uni gapini olmasang, shuni ol. Sen ham shularga qiziqding-da, boru palonchilarga-da, qimor reklama. Bular hammasi kasha bo'ladi, kambag'alman deb odamlarni yig'ilib rahmini keltirasan-u. Yani Odilxon degani ham boru, kashani kashasi deb bu maqtanib qo'yadi. Bular MMA'da urishyapman, bayroq ko'taryapman deb salla o'zlaringdan bir narsa yasab olmalar. Bitta salla emas urishadi. Yana urishaman desa boru, ana masxaraboz ham chiqib kecha urishdi. Yuttish kerak bo'lsa. Saturn, Humoyun, Shohjahon Ergashev, Bugun Sport, Odilxon, bularning hammasini ko'rib turibsizlar sizlar. Shuni hammasini bitta blokka qo'yish kerak. Iltimosim shu sizlardan. Nima uchun? O'g'illarimiz uchun, qizlarimiz uchun bu kashalar gipnozchi bular. Oldin gipnozchilar bo'lardi, lo'llar aldab turib, gaddayu ko'zingizga qarab turib, bu narsangizni urib ketadi. Hozir bular bayrog'ini ko'tarib, chiroyli ishtonni kiyib, ukalarni kiyib olib, aldab-suldab turib, yoshlarning miyasini polniy zaharlayapti. Buni qiziqadi-da bular, mana zo'r sportsmenlar. Bular blokka tiqish kerak. Siz meni tanib turgan, qimor reklama qilayotgan haromli itlar. Bu qimorozlarni bezbitlashib ketayotganini qarang, subhanalloh. Bismillahirrahmanirrahim. Tez dukkunlab urib ketdi. Do'stlar, endi buni yechib olamiz. Sizlar ham bundan o'ynashlaringiz uchun pastdagi selka orqali o'tasizlar. O'zbekistonda rosa tarqalib ketgan qimor turini bismillah deb o'ynayapti. Shunchaki aytib o'taman, O'zbekiston diniy idorasi fatvo markazi ham bu narsani qimor deb aytgan, ya'ni bu narsada ixtilof yo'q. Mana bu psevdo sportsmenlar bo'lsa, soqol qo'yib olib, inshaalloh, alhamdulillah deb O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib olib, o'zini vatanparvar qilib ko'rsatib, orqa fonda nima ish qilishayotganini sizga hozir qisqacha qilib aytib beraman. Hozir ko'rgan narsangiz, ya'ni harom ishi, bismillah deb boshlab dinning ustidan kulish holva bo'lib qoladi. Shu va shunga o'xshagan personajlar o'zini taqvodor ko'rsatib, men oddiy kambag'al oiladan chiqqan oddiy bolaman deb orqa fonda qimor reklamasini bosib yotadi, lekin bu hali hammasi emas. Qimor kompaniyalari qanaqa qilib ishlaydi? Mana shu personajlarimiz o'zini sodda va saviyasiz auditoriyasiga promokod ulashadi. Shu promokod orqali ular qimor o'ynaydi va albatta yutqizishadi. Va ular yutqizgan pulni bir qismi bizani vatanparvar, taqvodor va dini va xalqi uchun xizmat qilayotgan parazitlarga o'tib ketadi. Xafa bo'lmanglar, men ularning auditoriyasini saviyasiz deganimga o'rtoqlar. Men shunchaki bunaqa odamlarni hurmat qilish va saviya degan ikkita tushuncha bitta odamda qanaqa qilib jamlanishini tasavvur qila olmadim. Saviyasiz deb aytish bunaqa odamlarni ko'kka ko'tarib ularga havas qiladigan odamlar uchun kompliment bo'lsa kerak. Men qattan bilaman bunaqa odamlar dini va xalqiga tupurib qo'yganini. O'zingiz o'ylang, qancha odam mana shu reklama qilayotgan qimor orqasidan o'zini osib yuborayotganini, oilasini avloddan avlodga o'tadigan qarzga tiqib yuborayotganini, oilalar ajralib, farzandli otasiz, onasiz qolayotganini bilib turib, shu narsani o'zini xalqiga, musulmonlarga olib kirayotgan odamlar Allohdan qo'rqadi yoki xalq uchun jon kuydiradi deb o'ylaysizmi? O'zingiz ayting. Xo'p, nima qilish kerak unda? Boykot qilish kerak. Shunchaki ular videosi chiqib qolsa o'tkazib yuborishmas yoki obunachi bo'lgan bo'lsangiz, obunasidan chiqib ketish emas. Odamlarga aytib chiqish kerak. Mana ham personajlar qimor reklama qilayotgan odamlar mana anaqa ekan deb odamlarga aytish kerak shu narsani. Hech bo'lmasa sharmanda bo'lgandan to'xtatsin. Allohu a'lam. Barakallohu fikum.